Do'stlar, men Quyoshli olimman va bugun biz juda zo'r narsa haqida gaplashib olamiz. Bu siz. Siz hech o'z haqingizda o'ylab ko'rganmisiz? Keling, birga mavzuni o'rganib olamiz. Oynaga qarang, nimani ko'ryapsiz? Yuzingiz, ko'zlaringiz, tabassumingiz va sochlaringiz. Bular sizni siz qiladi. Har kimda hech kimnikiga o'xshamas o'ziga xos qiyofa bor. Endi ichkariga bir nazar tashlaylik. Bilasizmi, yuragingiz hech qachon to'xtamaydigan nasosga o'xshaydi. U qoningizni harakatda tutib turadi. Shuning uchun yurishingiz, sakrashingiz va o'ynashingiz mumkin. O'pkangiz esa nafas olishga yordam beradi. Tanangiz toza havoda kerakli energiyaga to'ladi. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Sizning boshingizda ajoyib kompyuter bor. Bu sizning miyangiz fikrlash, yangi narsalarni o'rganish va hatto sizning sevimli muzqaymog'ingizni eslab qolishga yordam beradi. Ammo bu hammasi emas. Nima qilishni yaxshi ko'rasiz? Chizishni yoqtirasizmi? Balki siz Lego yordamida murakkab binolarni yaxshi qura olasiz. Buning hammasi sizning kimligingizdir. Xo'sh, siz o'z haqingizda nimalarni bilasiz? Sizning ichingiz ham, tashqi qiyofangiz ham bir katta olamga o'xshaydi. Qancha ko'p o'rgansangiz, shuncha ko'p kashf etasiz. Izlanishda davom eting va esda tutingki, ilm hamma joyda, hatto ichingizda ham bor. Tabiiy fanlar bilan o'qish va o'sishda davom eting.